Assalomu alaykum hammalaringizga yana bir bor. Bugun 17-yanvar 26-yil. Mana katta zakazlarimiz tayyor bo'ldi. 11 ta 60 ga 60 yostiqlarimiz, 6 ta 2.70 lik ko'rpachalarimiz, 6 ta 3.20 lik yostiqlarimiz. Bu Anjel yostiqchalarimiz esa sovg'asi uchun zakazimizga. Mana. Bular sovg'asi hisobiga mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Astarlari ko'rpachamizni mana shu materialdan mana ikki taraflama ishlatish uchun tikilgan bular. Mana bemalol ko'rib ishlarimizga baho beringlar. Mana men yostiqlarni ko'rsatib o'taman. Yostiqlarga qalin paxta solingan, hamma choklari overloga yopilib, zamoklar qo'yilgan, ichiga alohida qop qilib paxtalari solingan. Gullari guliga tushirilgan mana hamma yostiqlarimizni. Mana aziz opa-singillarim, yig'ma holatlarini ham ko'rib o'zlaringiz baho beringlar ishlarimizga. Mana. Bu 3.20 lik 6 ta ko'rpachalarimiz. Mana bular esa 2.70 lik ko'rpachalarimiz. Bular tayyor 2,5 metrga 3 metr chiqishi uchun shunday bichib tikilgan. Mana. Kimga shunaqa komplektlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilsalaringiz tikib tayyor qilib beraman. Dastavkalarimiz bor.